Mana bu odamning ismi Mike Huckabee. U o'ta diniy xristian, baptist. Bir paytlar ruhoniy ota bo'lgan. Arkansas shtatida tug'ilgan va ayni shu shtatda bir nechta davlat lavozimlarida ishlagan va oxir oqibatda shu shtatning gubernatorligi vazifasini ham bajargan. Donald Trampning ikkinchi muddatga saylanishi munosabati bilan Donald Trump uni Amerika Qo'shma Shtatlarining Isroildagi favqulodda va muxtor elchisi qilib tayinlaydi. Huckabee kuni kecha Isroilning o'zida o'ng qanot, nisbatan millatchi va dindor bo'lgan qanotning sevimli erkatoyi bo'lgan Tucker Carlsonga intervyu berdi. Tucker Carlson boshlovchi beradigan savolni va unga berilgan Isroildagi Amerika Qo'shma Shtatlari elchisi bergan javobni yaxshilab eshiting. Ingliz tilini bilmasangiz, men tarjima qilib beraman videodan keyin. Receives from God the news that his descendants will inherit the land, and you tell me as the theologian if I'm getting this wrong, but from the Euphrates to the Nile. And that would include like basically the entire Middle East. God gave this land to this people. What does that mean? Does Israel have the right to that land? Because you're appealing to Genesis. You're saying that's the original deed. Ana endi Tucker Carlson, ya'ni boshlovchi Injilning ayni bir oyat va surasiga yuzlangan holatda shunday deydi. Ayni shu yerlarni Xudo xuddi shu insonlarga, isroilliklarga, Isroil xalqi yoki biz biladigan Bani Isroilga berdi deb aytiladi. Va Injilda xuddi shu yerlar sifatida Euphrates va Nil oralig'i ko'zda tutiladi. Ammo xuddi shu ikki daryo orasida hozirga kelib bir nechta mustaqil davlatlar, xususan butunligicha Livan, butunligicha Suriya, Iroqning, Saudiya Arabistoni va Misrning katta qismi kiradi. Ana endi hurmatli elchi janoblari Mike Huckabee, xuddi shu ikki daryo orasidagi yerlar Injilga ko'ra Bani Isroilga va'da qilinganligi asosida zamonaviy davlat bo'lgan Isroil davlati xuddi shu yerlarga o'zini haqli deb ko'ra oladimi? deb savol berdi. Bilasizmi, Amerika Qo'shma Shtatlarining Isroildagi rasmiy elchisi Mike Huckabee bu savolga qanday javob berdi? It would be fine if they took it all. Bu juda ham zo'r bo'lardi agar ular bu yerlarni egallay olishsa. Ana endi nomlari yuqorida keltirilgan xuddi shu ikki daryo orasida joylashgan mustaqil davlatlar haligacha Amerikani do'stimiz deb bilgan holatda Isroilning potensial agressiyasidan bizni saqlab qoladi va bizning yonimizda turadi deb qarayotgan bo'lishsa, bugundan boshlab bu muammoga butunlay boshqacha qarashlari kerak.